Biroq asl jang etu qonda emas, qalbimizda. Nahotki yovlar bizni Parvardigordan yuz o'girishga majbur etgan bo'lsa, yo'q. Biz shoh talab qildik va yaratgan bizga shoh Saulni yubordi. Ammo uni Parvardigor tojiga bo'lgan muhabbati butunlay mahv etdi. Unga ishonganimiz uchun jazo tariqasida filistinliklar, amaliklar, Saul bizga har tomondan ta'ziq o'tkazishmoqda. Ammo oxir oqibat Parvardigor boshqa shohni, qalbi unga tegishli bo'lgan kimsani tanladi. Ammo men shoh bo'lishni istamayman. Qanchalik hayratlanarli bo'lmasin, shohga xos fazilat bu. Men shunchaki cho'ponman-ku. Odamlar yo'ldan adashdi. Bo'ronda adashdi.